Assalomu alaykum, YouTube ishqibozlari. Bugun sizlarga 55 bosh qo'yim bor. Egizak deysizlarmi, yana bola deysizlarmi, bo'g'ozdan, hammasidan bor. Qo'chqorlar. Qo'ylar bitta ko'rsating, ma'lumotlarni aytib o'tib ketadi. Ular yoshlari qanaqa? Yoshlari bo'g'ozlarga 2-4 yosh. Quloqlari ham zo'r. Yana bolalarga 4 kishi enasi, bolasi 2 yoshdan sovliq. Aha. Narxlari-chi, narxlari? Narxlari yana bolalarga 10 million so'mdan Toshkentgacha ketadi. Bo'g'ozlarga 8,5 million so'mdan Toshkentgacha ketadi. Bo'g'ozlarda ham bo'ylari 85 kg. Yemoq uchun hamma bir haftaga bersam men 10 kunga beraman. Egizaklari nech puldan? Egizaklarga 7 bosh. Hammasini bolasi ikkita. Bitta qo'chqor, bitta sovliq. Hop, Toshkentgacha 10 million so'mdan ketaveradi. Kami bormi? Bo'lishini aytdim. Bo'ldi. Bo'yi 90 qo'y so'raganlarga boramiz. Bo'yi 90 qo'ylar. 90-95 gacha bor. Ularni ko'rsatamiz. Bularning narxi qanchadan? Bularning narxi bo'ylari 90, minus 4-6 tish. Bo'g'ozliqlari-chi? Bo'g'ozliqlar garantiya. Qo'ylik ko'rsatib. Tug'ondan keyin moh jolat bo'lib ketadi-da, uni yonida. Gap yo'q. Narxlari-chi? Narxlari hammasini bir joyga olamiz desa 10 million so'mdan ketaveradi. 10 million. 24 ta bo'g'oz qo'yim bor. 24 bosh bo'g'oz sog'liqlar, ha? Hammasi zo'r. Ishqibozlar aloqa chiqarasizlar. Nariga qo'raydan ko'rsatingda, yana bolalarni. Yana bolalari ham bor. Chiqarmi sog'liqmi? Bu sovliq. Qo'chqaroq jolatda buni yarimda. Jonivor. Buni narxichi yo shular ichida ketadimi? Shular ichida ketaveradi, enasi. Shularning ichida ketaveradi, ha? Gap yo'q. Qo'chqarni o'zimiz qo'shganmiz. Hammasi qo'chqar. yelillari ko'rinib yotibdi bunachilar. Qo'ylarga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu ham shu narxga ketadi. Bayda ham bormi? Bayda ham bor. Ishqibozlar aloqa chiqarasizlar, tanish bilishlarga podlista qilib jo'natib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz.